Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Bekzod Rizo. Demak, bugun biz siz bilan TypeScript va patternlarni o'rganamiz. Bugungi darsimizning rejasi: birinchi, Compiled hamda Interpreted tillarini o'rganamiz va ularning solishtirma tahlilini amalga oshiramiz. Ikkinchi, TypeScript o'zi nima va uning vujudga kelishi bizga qanday muammolarni hal etib berdi. Uchinchi, TypeScriptda Dynamic Typing va interfeyslar tushunchasiga to'xtalamiz. To'rtinchi, Burak backend loyihamizni biz TypeScriptda quramiz. Hamda yakuniy beshinchi, patternlarni o'rganamiz va architectural hamda design patternlarga alohida to'xtalamiz. TypeScriptni o'rganishimizdan oldin biz demak compiled hamda interpreted language'larni qanday language ekanligini va ular o'zaro qanday farqlanishini aniq bilib olishimiz kerak. Buning uchun biz TypeScript tutorialga boramiz. Bu yerda bizga TypeScript tutorialga kirganingizdan keyin mana bu yerda playground degan joyi bor. Aynan playgroundni biz demak TypeScriptni run qilishimiz mumkin, test qilishimiz mumkin ekan. Lekin demak ta'kidlaganimizdek, TypeScriptni o'rganishdan oldin biz demak ikki xil language'larni, ya'ni compiled demak language'lar hamda demak interpreted language'larni o'zaro qanday farqi borligini yaxshilab demak tekshirib olsak. Compiled language'larga misol bu Java, Golang. Golang ham compiled language hisoblanadi. Faqat unda demak garbage collector mavjud. Demak C language, C++, C#, Rust. Ular demak compiled language'lar hisoblanar ekan. Interpreted language'larga biz siz bilan o'rganayotgan Node.js, demak Python, PHP yoki bo'lmasam Ruby language'larni misol qilib olishimiz mumkin. Xo'p, ushbu tillar, ya'ni compiled language hamda interpreted language'lar qanday farqlanadi? Buni tushunishimiz uchun biz mana shu tillarda yozgan sorsimiz kompyuter tomonidan qanday o'qilishini yaxshilab tushunib olsak yetarli bo'ladi. Compiled language'lardan misol uchun Java'ni olsak, Java'da yozilgan source birinchi kompyuter tiliga to'liq o'tkaziladi. Bu jarayon compiling jarayoni deyiladi. Ya'ni Java'da yozilgan source'imiz misol uchun birinchi qatordan 11 qatorgacha source'imiz mavjud bo'lsa, mana shu source demak to'liq birinchi mashina tiliga o'girilar ekan. Hamda u demak ikkinchi jarayonga olib boriladi, ya'ni ikkinchi jarayon execution, run qilinadi. Demak, xulosa qilish mumkin, compiled language'lar birinchi to'liq mashina tiliga demak o'girilar ekan. So'ngra mashina demak mashina tiliga o'girilgan source'imizni o'qishni boshlagan. Lekin interpreted language'larda jarayon o'ta sodda. Ya'ni misol uchun Node.js'ni misol qilsak, biz Node.js'da yozgan source to'liq mashina tiliga o'girilmaydi. Aksincha, u to'g'ridan to'g'ri execution'ni boshlab yuboradi. Ya'ni misol uchun mana bu birinchi qatordan 11 qatorgacha bizning source'imiz mavjud bo'lsa, demak u satrma-satr bizni source'imizni bizning kompyuter satrma-satr demak o'qishni boshlar ekan. Demak, interpreted language'larda compiling jarayoni mavjud emas. Bu bizga ancha demak yengillikni bersa,
ya'ni uni plus taraflari shunday hech qanday mashina tiliga sorsimiz o'girilmasdan to'g'ridan to'g'ri o'qish amalga oshirilyapti. Bu juda ham demak plus tarafi bo'lsa, uni albatta minus tarafi ham mavjud. Chunki misol uchun aytaylik, 1 dan 10 ga qadar bizning sorsimiz mavjud bo'lsa, compiled language'larda aytaylik 6-qatorimizda qanaqadir bir xatolik mavjud va Java language, misol uchun compiled language, o'sha compiling jarayonida misol uchun type'ga bog'liq 6-satrda joylashgan type'ga bog'liq xatoni birdaniga aniqlab bizga compile errorni hosil qilib beradi hamda uni demak run qilib o'tirmaydi. Interpreted language'larda esa compiling jarayoni mavjud bo'lmaganligi sababli bu xato 5-satrga o'qilganga qadar bu xatoni demak topishimiz imkonsiz bo'ladi. Aynan biz siz bilan muhokama qilayotgan xato bizning misolimizda demak type'larga bog'liq bo'lgan errorlardir. Aynan mana shu kamchilik Node.js'ning eng og'ir nuqtalari edi. Chunki katta proyektlarda type integration mavjud bo'lmasa, sifatli demak amalga oshirish imkonsiz hisoblanadi. Node.js'ning eng og'riqli nuqtalarini TypeScript hal qilib bergan. Ya'ni TypeScript compiled language'larda mavjud bo'lgan demak static type'larga o'xshash dynamic type'larni bizga demak Node.js'imizga olib kirdi. Keling, mana shu demak TypeScriptni o'zi nima ekanligini biz siz bilan bir tahlil qilib olsak, demak hozirga qadar biz tushundikki, TypeScript bu Node.js'ga type tushunchasini olib kirgan. Ya'ni dynamic type integration'ni hosil qilib bergan instrument hisoblanar ekan. TypeScriptni o'zini alohida tahlil qilsak, TypeScript bu, e'tibor bersangiz, JavaScriptni o'ziga 100% qamrab olgan. Ya'ni JavaScriptda nima ishlasa, nima bo'lsa, TypeScriptda ham shu narsa demak 100% qamrab olingan hisoblanar ekan. Demak, TypeScriptni forma tarzida aytayotgan bo'lsak, TypeScript teng JavaScript plus TypeScriptni o'ziga bog'liq bo'lgan elementlar va komponentlar deb tushunsak bo'lar ekan. Demak, JavaScriptimiz to'liq TypeScriptning ichida mujassam ekan. Faqatgina TypeScriptning farqi JavaScriptdan tashqari demak o'ziga tegishli bo'lgan elementlar ham mavjud bo'lar ekan. Ana endi TypeScript bilan JavaScript birgalikda qanday ishlashadi? Mana bu yerda juda ham chiroyli tushuntirilgan. Biz siz bilan source'imizni TypeScriptda yozamiz, lekin u demak mana bu yerda compile jarayonini hosil qilib berar ekan. E'tibor bering. Xuddi compiled language'lar singari, demak TypeScript o'zining compiled jarayonini hosil qilib berar ekan va buning natijasida biz yozgan TypeScriptdagi kodimiz JavaScriptga to'liq o'girilar ekan. Buni biz siz bilan o'sha Burak loyihasini backendini hosil qilamiz darsimizda oxirida. O'sha yerda buning mantig'ini aniq va ravshan tushunib olamiz. Ya'ni bu mantiqqa yana qaytamiz siz bilan. Xo'p, keling, ana endi keyingi demak bo'limga o'tamiz. Keyingi bo'limimiz bu dynamic type'lar hamda interface tushunchasi. Xo'p, keling birinchi demak TypeScriptni dynamic type'lariga alohida to'xtalsak. TypeScriptda ikki xil demak bizning variable'lar TypeScriptda ikki xil bo'lar ekan. Primitive type'lar hamda object type'larga bo'linar ekan. Primitive type'lar qanday type'lar hisoblanadi? Bular demak reference'ga ega bo'lmagan variable'lar, ya'ni string, number, boolean, null, undefined va symbollar. Demak, bular primitive type'lar hisoblanar ekan. Demak, object type'larga esa biz siz bilan qurayotgan objektlar, array'lar, map'lar
va hokazolar misol bo'lar ekan. Keling bu typelarni misollar tariqasida ko'rib chiqsak. Bilamizki, misol uchun oddiy JavaScriptda mana bunday qilib yozishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bir o'zgaruvchi variable'ni bu yerda belgilayapmiz hamda uni hello demak stringga tenglashtiryapmiz, keyin songa tenglashtiryapmiz. Lekin TypeScriptda bu jarayon qanday sodir bo'lishi kerak? Mana bunday qilib biz TypeScriptda belgilab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni dynamic type'ni integratsiya qilishimiz kerak. Ya'ni box'ni type'ini string deb belgilaymiz va e'tibor bersangiz, 3-satrda compile jarayoni ishga tushdi. Ya'ni compile error hosil bo'ldi. Biz box'ni demak type'ini string deb belgiladik. 2-satrda unga string beryapmiz. Box'ni demak qiymati stringga tenglashadi, ya'ni hello ga. Lekin 3-satrga biz numberni beryapmiz. Bu yerda esa compile error hosil bo'ladi. Siz demak numberni demak string qiymat oluvchi box'ga tenglay olmaysiz degan errorni hosil qilyapti. Juda ajoyib. Xo'p, buni to'g'ridan-to'g'ri ham yozishimiz mumkin edi aslida. Mana bunday qilib yozsak ham bo'ladi. Ya'ni box'ni demak type string va u hello ni qabul qilyapti. Keyin demak unga numberni tenglamoqchi bo'lsak, bu yerda demak compiling error hosil bo'ladi. Lekin mana shuni demak stringga aylantirsak, bu binoyiy ishlaydi. Demak bu yerda type integratsiyasini hosil qildik. Boshqa demak hollarni ham ko'ramiz. Demak umumiy holatni tahlil qilayotgan bo'lsak, mana shunday tarzda aynan JavaScriptdan farqi TypeScriptni mana shu yerga demak variable'ni oxiriga 2 nuqta va dynamic type'ni ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Keling boshqa demak case'larni ham ko'rib chiqsak, misol uchun number type'ni ko'rsak, number type'da demak e'tibor bering, number qilib yozishimiz kerak. Misol uchun mana bunday yozilyapti. Yozsak, demak bu yerda counterimiz number va u aytaylik 100 ga teng. Lekin biz uni number qilib berib, unga demak aytaylik string deb bersak, bu yerda ham xatolik beryapti, chunki bu yerda aytyapti, siz uni demak number type bilan belgilab oldingiz, lekin string qiymatini unga tenglashtirdingiz deb xatolik beryapti. Demak bu yerga sonni yozsak to'g'ri bo'ladi. Aytaylik ham number ham string bo'lishi talab etilgan case bo'lsa, bunga misol stage deylik. Stage degan demak variable'imiz ham numberni ham demak stringni qabul qilish kerak bo'lsa, demak mana bunday qilib yozishingiz mumkin. Misol uchun hello desangiz ham bu qiymatni oladi, chunki bu yerdagi belgi yoki degani. Demak bu yerda stringni ham qo'yishimiz mumkin ekan, yoki bo'lmasam bu yerga keling shuni let bilan belgilaymiz. Birinchi demak stringga tenglashtirdik hamda so'ngra uni songa tenglashtirishimiz mumkin va bu yerda hech qanday xatolik yuzaga kelmaydi. Keling yana davom etamiz. Bu yerda demak booleanni ko'rsatyapti. Mana bunday qilib booleanni ham kiritishingiz mumkin ekan. Yoki to'g'ridan-to'g'ri konstanta qilib demak booleanni ham ko'rsatishingiz mumkin bo'lar ekan. Bu demak booleanga misol edi. Mana endi keling obyektlarni ko'rib chiqsak. Misol uchun mana shu yerda yaqqol TypeScriptni foydasini ko'rishingiz mumkin. Aytaylik person degan obyektimiz bor edi, siz bilan yodingizda bo'lsa.
Person'da ismi bor. Aytaylik bu yerda Martin. Oddiy JavaScript'dagi holni ko'ryapmiz. Yoshi aytaylik 30 da. Hamda demak nation Australian. Mana shu obyektni biz JavaScriptda hosil qilgan edik. Ana endi bizga interface yordamga keladi. Interfacelar nima? Interface bu object singari, demak instance'ga ega bo'lmaydi. Ular faqatgina bir type uchun xizmat qiladigan bir soyadir. Biz bu yerda agar person interface'ini hosil qilmoqchi bo'lsak, yozamiz. Demak, interface person katta harf bilan yozamiz va bu yerga demak name string ko'rinishda bo'lishi kerakligini, age esa number ko'rinishda bo'lishi kerakligini, nation esa string ko'rinishda bo'lishi kerakligini ta'kidlayapmiz. Va mana shu interface'ni biz mana bu yerga biriktirishimiz mumkin. Mana bunday qilib. Biz buni bir marta demak konstanta qilib olayotgan bo'lsak, demak hozir hammasi to'g'ri ishladi. Agar mabodo biz mana bu yerga number emas, true ya'ni booleanni kiritsak, bu yerda bizga xatolik beradi. Nega deysizmi? Chunki bu yerda biz number ishlatishimiz kerak. Numberni biz mana bu yerda person interface orqali hosil qilgan person type'imizni demak definition qismiga borsak, e'tibor berib yaxshilab qarasangiz, person'da age number bo'lishi shart. Biz esa bu yerda boolean yoki bo'lmasam string ishlata olmaymiz. Aynan bu yerda compiling error vujudga kelyapti. Biz faqatgina bu yerda number ishlatishimiz mumkin. Demak, TypeScript bizni type'larimizni himoya qilyapti. Bu yerdagi misollarni ham ko'rishingiz mumkin. Misol uchun mana bunday qilib to'g'ridan to'g'ri bu yerga kiritgan. Biz uni interface orqali hosil qildik. Bunday qilib hosil qilsa ham bo'ladi, lekin buni qulayligi biz yaratgan usuldan afzalligi ko'p emas. Ya'ni bu yerda to'g'ridan to'g'ri mana bunday qilib obyektni type'ini ko'rsatmoqda. Lekin bu usul juda noqulay usul hisoblanadi. Biz buni demak interface orqali qurib, bu yerga demak TypeScript qonuniyati binoan 2 nuqta va o'sha interface orqali hosil qilgan type'imizni beramiz. Demak, bu obyektlar edi. Xuddi shuningdek, keling yanada ko'proq misollarni ko'ramiz, ya'ni arraylarni ham ko'rsak. Arraylarda aytaylik tayyor misollarni qabul qilsak. Misol uchun mana bu ajoyib misol. Arraylarni qabul qilganimizda aytaylik skills degan array, ular stringdan iborat bo'lishi kerak. Ya'ni bizning skillsimiz stringdan iborat array. Agar biz buning ichiga skill emas, string emas, sonni kiritsak, unda xatolik yuzaga keladi. Bizga TypeScript compile errorni vujudga keltiryapti. Bu yerda aytyapti, siz numberni stringni o'rniga kiritishga harakat qilyapsiz. Bunday qila olmaysiz deb bizga aytmoqda. Shuning uchun bu string bo'lishi kerak. Ajoyib. Xuddi shuningdek, misol uchun teskarisi bo'lsa, bu demak skills numberdan iborat array bo'lsa, numberdan tashqari bo'lgan holatlarni bizga demak compile error qilib belgilab beradi. Agarda har ikkalasi kerak bo'lsa, ham number ham string, bunday holda mana bu yerdan demak qaus ochasizda.
demak bunda string qilib mana bunday qilib belgilab olasiz. Ya'ni bu arrayimizni har bir valuesi demak number yoki stringdan iborat bo'lishi mumkin degani. Ana endi keling boshqa typelarni ham ko'rib chiqsak. Demak klasslar kerak. Ana TypeScriptda klasslarni qanday belgilaymiz? Mana bu misolni bilan ko'rib chiqsak. Biz hozir bu yerda TypeScriptni ishlatyapmiz. Oddiy JavaScriptda bu muammo bo'lmas edi. Demak, bu yerda first name, last name kelinmaydi. Xo'sh, h kiritamiz, hni. Mana shunday misolimizda buni TypeScriptda yozsak qanday bo'lar edi? Xo'p, agar biz buni TypeScriptda yozayotgan bo'lsak, biz mana bu yerga demak type'ini ko'rsatishimiz kerak. Demak, biri number, qolgan ikkitasi esa demak string. Hamda mana shu konstruktorimizni buni siz tushundingiz. Mana bunday qilib yozish kerakligini bundan oldingi misollarda. Lekin demak klassda o'ziga xos xususiyati, konstruktorda ham siz type'ni berishingiz kerak. Ya'ni bu yerga siz number'ni berasiz. Hamda demak stringlarni provide qilasiz. Ana undan keyin bizni demak bu klassimiz TypeScriptda binoyiy ishlaydi. Keling buni bir test qilsak. Misol uchun biz bir person birni hosil qilyapmiz. Va hosil qilishda e'tibor bering, TypeScriptning kuchi aynan mana shu yerda namoyon bo'ladi. Biz bu yerga aytaylik, birinchi insonning yoshini kiritishimiz kerak. Keyin insonning ismini kiritishimiz kerak. Keyin buni demak familiyasini kiritamiz. Robertson bo'la qolsin. Mana shunday demak konstruktorga mana shu demak argumentlarni kiritsak, TypeScriptimiz to'g'ri ishlayapti. Lekin biz xato ma'lumotlarni kiritishga harakat qilsak, TypeScript bizga ruxsat bermaydi. Misol uchun sonni o'rniga booleanni kiritsak, compile error hosil bo'ladi. Ya'ni siz number argumentni o'rniga boolean kirita olmaysiz deb compile error beryapti. Demak, bu juda ham kuchli himoyaga ega bo'lgan demak muhitni bizga yaratib beryapti. Ya'ni bu dynamic typing hisoblanadi. Aynan mana shu yerga biz to'g'ri demak type'ni kiritmaganimizcha bu source'imiz run bo'lmaydi. Bu source'imiz demak compile errorga tushib, aynan mana shu xatoni to'g'rilatmaganimizcha bizga mana shu xatoni chiqarib ko'rsatib turadi. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, JavaScript bilan TypeScriptni farqi juda ham katta emas, faqatgina demak type'larga bog'liq bo'lgan qism ekan. Va bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, JavaScriptda biz mana buni demak yozmasak ham bo'lar edi, lekin e'tibor bersangiz TypeScriptda yozishingiz kerak, chunki mana bu yerda propertylarni har birini type'larni belgilatib kiritishingiz kerak bo'ladi. Demak, buni ham inobatga oling. Demak, siz bilan hozirgacha ko'rib chiqqan narsalarimiz bu TypeScriptni type'lari edi. Hamda demak type'larni interfeyslar orqali qurish mexanizmini ham siz bilan qisman ko'rib chiqdik. Type'larni interfeys yoki to'g'ridan to'g'ri type orqali hosil qilish ham mumkin. Lekin mening metodim interfeyslar orqali hosil qilishdir. Chunki interfeyslar orqali demak type'larni hosil qilsangiz, demak imkoniyatlaringiz ancha keng hisoblanadi. Uni siz bittalab mana bu yerga kirib ko'rishingiz mumkin. Misol uchun mana interface'ni, person'ni biz siz bilan shunga o'xshash misolni hosil qilgan edik. Yodingizda bo'lsa. Hop, mana shunday qilib demak misollar bilan
Bu yerda ham ko'rsatilgan ekan. Umuman mana shularni birma-bir o'zingiz ko'rib chiqsangiz, demak foydasi juda ham yuqori. Xo'p, bu demak TypeScript, demak TypeScriptga bog'liq bo'lgan dynamic type'larni turlari hamda type'larni demak yasashda yordamga keladigan interface tushunchalari edi. Ana endi keling bizning loyihamizni, demak bu rakni backend loyihasini TypeScriptda qurishni boshlasak. Buning uchun biz bitta demak folder hosil qilamiz. Folderimizning nomini demak bizning loyihamizning nomi bilan ataymiz, ya'ni burak. Hamda demak buni keling VS Code'da ochib olamiz. Oddiy loyihalar singari birinchi TypeScriptni boshlaymiz. Ya'ni bizga terminal kerak bo'ladi. Hamda biz bu yerda demak npm init qilamiz. Ya'ni loyihamizni demak initiate qilyapmiz. Package nomi burak bo'lsin. Version 1, description project backend bo'la qolsin. Hop, entry pointimiz endi sourcening ichida demak server TypeScript bo'ladi. Git repositoryni keyin kiritamiz. Demak author MIT bo'la qolsin. Va yes deymiz. Demak bizga package.json da hosil qilib berdi. Ana endi demak biz bu yerda mana shu source folderning ichida bizning TypeScriptimizni hosil qilamiz. Ya'ni server ts. Keyingi qadamimiz bizga demak TypeScriptni ishlatishimiz uchun yordamga keladigan package'larni va TypeScriptni o'zini uстановка qilib olamiz. Demak, uстановка qilishimiz uchun npm install yoki qisqartma qilib npm I deb belgilaymiz. Biz TypeScriptni hamda demak TypeScriptni ishga tushirish uchun kerakli bo'ladigan package'larni dev dependency shaklida uстановка qilamiz. Keling, misol uchun bir test shaklida oldin momentni uстановка qilamiz. Bunday uстановка qilish demak bizga dependency'ni ichiga demak package'ni uстановка qilib beradi. Buni biz kelajakda ishlatamiz. Lekin biz buni dependency ichiga emas, balkim dev dependency qilib uстановка qilib olishimiz kerak bo'ladi. Aynan TypeScriptni. Bundan farqi biz mana yerga -d deb beramiz va u bizga demak dev dependency'ni ichiga TypeScriptni uстановка qilib beradi. Qaysi package'larni dependency'ga, qaysi package'larni dev dependency'ga uстановка qilish kerak? Misol uchun bizni loyihamizni to'g'ridan to'g'ri run qilishi uchun demak xizmatga keladigan package'larni dependency'ga, faqatgina develop jarayonida demak bizning proyektimizga yordamga keladigan package'larni dev dependency'ga uстановка qilishimiz kerak. Misol uchun dev dependency'ga biz notman'da ham uстановка qilishimiz mumkin. Notman kerak bo'ladi. Demak bu ham dev dependency'ga uстановка bo'ldi. Bundan tashqari TypeScriptga qaytayotgan bo'lsak, TypeScriptni bizga ishga tushirib beradigan, run bo'lishida yordamga keladigan tsNode package'ini dev dependency shaklida uстановка qilib olamiz. Keyingi demak uстановка qilishimiz kerak bo'lgan package bu tsconfig package. Demak tsconfig pass degan package-ni dev dependency shaklida uстановка qilib olamiz. Va men doim ishlatayotgan TypeScript versionimga o'tkazib olaman. Va mana buni ham o'zgartiraman. Siz ham men kabi bir xil qilib uстановка qilishingiz kerak bo'ladi. Qaytadan demak npm install qilishni unutmang. Demak, biz xohlagan versiyani bizga uстановка qilib berdi. Ana endi keling starting scriptlarni yozamiz.
Starting scriptga bizga demak nimalar kerak? Bizga oddiy start qilish usulida keling birinchi yozsak. Demak node bizni demak loyihamizni yurgizib bera olmaydi, chunki bizning loyihamiz TypeScriptda. Shuning uchun tez nodeni uстановка qilib oldik. Bu bizga demak server TypeScriptni ishga tushirib berish kerak. Ya'ni source folderning ichidagi mana bu faylimizni bu yerda keling yozib olamiz. Console log demak executed deylik. Mana shuni yozib olamiz. Va biz bu yerga npm run startni demak run qilishni buyursak, bizga executedni demak run qilib berdi. Biz bu yerga qandaydir o'zgartirish qilganimizda bizning demak sourceimiz qayta ishga tushmaydi. Aynan shuning uchun bizga develop jarayoni uchungina xizmatga keladigan start dev starting scriptini hosil qilamiz. Bu yerda demak buni siz angladingizki nodmin orqali yurg'izamiz. Hamda demak bizga har o'zgarishda qaytadan demak execution bo'lishi kerak. Keling endi mana shuni run bilan emas, start dev bilan yurg'izamiz. Hamda natijani ko'rsangiz, bu bizga nodmin orqali ishga tushirib berdi va har bir o'zgarishda bizga restart qilib beradi. Demak, bu developing jarayoni uchun juda ham qulay hisoblanadi. Undan keyingi demak bizga kerak bo'lgan yana bir demak build jarayoni kerak. Build jarayonini amalga oshirsak, bizning sourceimizni TypeScriptdan JavaScriptga o'girishini demak yozib olyapmiz. Aynan bu yerda bizning TypeScript loyihamizni qanday qilib JavaScriptga o'girilishi kerakligini konfiguratsiyasini biz kiritishimiz kerak. Demak, buni JSON formatda yozamiz va biz demak boshqa bir loyihamizdan doim qo'llaydigan konfiguratsiyamizni mana shu yerga ko'chirib olamiz. Ya'ni bu yerda aytilyapti, biz loyihamiz ESMA 2020 da yozilgan ESMA.js'da. Biz bilamiz Node.js'ning ikki xil demak ko'rinishi bor. Bu ESMA.js ya'ni modul ko'rinishi va ikkinchisi CommonJS'da. Bizning TypeScriptimiz demak modul.js shaklida bo'ladi. Lekin biz uni o'girayotganimizda CommonJS'ga o'girishini demak aytmoqdamiz bu yerda va natijasini demak hozircha e'tibor bersangiz bu yerda hech qanday dist folder yo'q. Bu avtomatik ravishda paydo bo'ladi. Demak, natijani dist folderga yozib berishni strict true hamda mana bu demak qo'shimcha konfiguratsiyalarni yozib olganmiz va node modulni demak pezini ham ko'rsatmoqdamiz. Mana endi bu bizga nimani beradi? Bu bizga mana bu yerda keling bir mantiq yozamiz. Ixtiyoriy mantiqni yozishimiz mumkin. Keling const demak person deylik. Person va uning nomi demak type string bo'lsin va bizning person Martin bo'lsin. Hamda keling bir count ni yozamiz. Count ni type'ini number deb belgilaymiz. Numberga demak 100 ni yozamiz. Mana shunday demak source ni kiritdik. Ana endi bu TypeScriptda yozilgan. Biz buni npm run build qilamiz. Bu productionga chiqarish demak jarayonida ishlatiladi. Lekin biz build jarayonini hozir amalga oshiryapmiz. Bunga sabab yodingizda bo'lsa, TypeScriptda demak mana bu bo'lim bor edi. Ya'ni bizni TypeScriptda yozgan mantig'imiz to'liq demak TypeScript compiler orqali JavaScriptga o'girilishini ta'kidlagan edik. Buni biz demak amaliy ko'rishimizni men maqsad qildim. Aynan npm run build deganimizda
Demak, mana bu komanda ishga tushyapti. Buni to'g'ridan to'g'ri ham yozishimiz mumkin. Keling, bu yerda build orqali demak amalga oshiramiz va enter bosganimizdan keyin bizni mana bu yerda yozilgan demak server TypeScript'dagi mantig'imiz ana endi o'giriladi. Ya'ni dist folderning ichiga o'girilib beriladi. Disk folderning ichiga qarasangiz, bu yerda demak TypeScript emas, bu yerda JavaScriptni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu yerda to'liq demak bizni source'imizni, server TypeScriptda yozilgan source'imizni demak JavaScript faylariga o'girib berdi, aynan CommonJS'ga. Aynan CommonJS'ga o'girilganini qaydan bilamiz? Chunki konfiguratsiyada CommonJS demak ko'rinishiga o'girilib berishni so'ragan edik. Keling, bu yerga bir demak biz hozir ESMA.js'ni ishlatyapmiz TypeScriptda. Demak bu yerda biz momentni yodingizda bo'lsa siz bilan uстановка qilib olgan edik. Keling, o'sha momentni ishlatamiz va undan bir konstanta hosil qilamiz. Aytaylik, keling current time deymiz, ya'ni hozirgi vaqt. Momentning instansini olamiz. Formatni esa year, month, day shaklida kiritib olsak, demak birinchi npm run start dev qilamiz. Albatta bu yerga demak console log qilishimiz kerak edi. Current time. Demak bu yerda ko'rishingiz mumkin, hammasi to'g'ri ishlayapti. Ana endi bu mantig'imizni e'tibor bersangiz, mana diskni kerak bo'lsa delete qilishingiz mumkin, o'chirishingiz mumkin. Ana endi qayta build qilamiz. Build qilsangiz, demak avtomatik ravishda diskni yana qurib beradi va bizni server.js'imizni aynan CommonJS'ga o'girib beryapti. E'tibor bersangiz, mana bu yerda require ko'rishingiz mumkin moment. Aynan buni biz o'qimaymiz, buni bizning kompyuterimiz o'qiydi. Shuning uchun bu biz uchun noqulay ko'rinishda bo'lishi mumkin, lekin bu bizning demak mashinamiz uchun eng qulay formatdagi o'qish hisoblanadi. Bizga demak buni o'qishimiz zarur emas, o'qishimiz kerak emas. Bizga demak source'imizda doim biz mana bunday ko'rinishda, ya'ni TypeScriptda yozib boramiz, lekin oxirida productionga demak source'imizni chiqarayotgan paytimiz, ya'ni deploy qilayotgan paytimiz, demak bizning source'imiz TypeScriptdan to'liq JavaScriptga demak o'girilar ekan. Demak mana shuni biz aniq tushunib oldik. Ana endi bu yerda not module bilan dist folderimiz gitimizga qo'shilmagan bo'lishi kerak. Keling, buning uchun birinchi demak gitimizni initiate qilamiz. Gitimizni demak initiate qildik va mana bu mantiq endi bizga kerak emas. Buni o'chiramiz. Hamda demak git ignore'ni birinchi qo'shishimiz kerak. Demak bu yerga git ignore'ni kiritib olamiz. Git ignore'ga esa aynan mana shu not modules demak qo'shilmasligini hamda dist folderimiz qo'shilmasligini va keyinchalik demak .env qo'shilmasligini ta'kidlayapmiz. Ana endi git add qilamiz hamda birinchi demak commitimizni hosil qilamiz. O'zimda credential'imni qo'yaman va bu yerda demak initial setup deb nomlab olamiz. Va bizning demak birinchimiz by default masterda ochilgan hisoblanadi. Biz albatta ishlarimizni master branchda davom etmaymiz. Biz mana shu demak branchimizdan yangi branch hosil qila olamiz. Uni demak develop deb nomlaymiz. Hamda biz bundan keyin faqat demak develop branchda ishimizni davom ettiramiz. Buning uchun biz develop branchga o'tishimiz kerak, ya'ni checkout qilamiz develop branchga.
endi bir demak tekshirib olsak, bizning branchimiz demak develop branchga qaratilgan. Demak, hammasi ajoyib tarzda amalga oshirildi, lekin bizning demak git remontimiz mavjud emas. Keling, buning uchun biz demak GitHubga borib, bizning demak Borak loyihamiz uchun birinchi demak repository hosil qilamiz. Demak, bizga GitHub kerak. GitHubga boramiz. GitHubda demak main profile'ga borsak, mana bu yerdan repositoryga borib, demak biz yangi repository hosil qilamiz. To'g'ridan to'g'ri demak GitHubni o'ziga kirgan bo'lsangiz va login bo'lgan bo'lsangiz, yangi repozitorini mana bu yerdan hosil qilishingiz mumkin. Repozitoryning nomini biz demak Borak deb nomlaymiz. Descriptionda demak this is Borak project backend source deb atadik. Bizga demak git ignore kerak emas. Demak hech qanday ma'lumot kerak emas va public ko'rinishda biz proyektimizni saqlashga qaror qildik. Ya'ni hamma ko'ra oladi. Create repository qilamiz va bizga demak linkimizni, mana shu biz ochgan Borak repositoryimizni linkini copy qilib oldik. Ana endi demak source'imizga qaytamiz va bu yerdan demak git remote add origin va mana shu linkimizni qo'ysak, bizni remote GitHub'imizni linki bilan demak hozirgi source'imizni bog'lab berdi. Lekin keling buni o'chiramiz. Lekin bizni demak bog'lab bergani bilan source'imizni remote'ga push qilganimiz yo'q. Push qilishimiz uchun demak biz keling birinchi remote'dan demak git pull origin developni pull qilib olamiz. Demak hech qanday branchimiz mavjud emas. Ana endi biz demak hozirgi current source'imizni remote'ga push qilamiz. E'tibor bersangiz, demak bizni develop branchimizni remote'ga push qilib berdi. Agar mana buni bitta обновление qilsak, demak e'tibor berishingiz mumkin, bizni faqatgina develop branchimizni push qilib berdi remote'ga. Mana bu yerga kirib biz agar siz extensionni ichidan Gitcraft'ni o'ziga ustanovka qilmagan bo'lsangiz, demak ustanovka qilishni tavsiya qilaman. Biz buni allaqachon ustanovka qilganmiz va mana bu yerga kirsangiz, bizga demak originimizni, demak develop branchimizni originga push qilganimizni ko'rsatyapti. Lekin master demak remote'imizni, ya'ni originimizga push qilinmagan. Keling masterga ham push qilamiz. Buning uchun git checkout master qilishimiz mumkin yoki bo'lmasam mana shu yerga demak master branchga mana bunday qilib o'tishimiz ham mumkin. Ana endi biz master branchdamiz. Tekshirishingiz ham mumkin. Biz master branchga o'tdik. Endi master branchda ham agar push qilmoqchi bo'lsak, demak origin master deb push qilamiz. Demak keling birinchi pull qilamiz. Unda demak push qilamiz. Va bu yerga e'tibor bergan bo'lsangiz, biz master hamda developni remote'ga push qildik. Endi biz e'tibor bering, developga qaytyapmiz. Biz masterda ishlashimiz mumkin emas. Demak develop jarayoni uchungina develop berilgan va biz bundan unumli foydalanamiz va developda demak bizning source'imizda oxirigacha develop qilib, eng oxirgi stadiyada biz developdagi mantig'imizni demak master branchga ko'chiramiz, merge qilamiz. Shu shaklda demak ishlarimizni tashkil qilamiz. Demak biz yana develop branchga qaytdik va siz buni aniq o'zingiz uchun tekshirib qo'ying. Aniq developdamisiz? Demak biz develop branchidamiz. Ana endi shu yo'sinda biz ishimizni davom ettiramiz. Endi keling, siz bilan biz demak
architectural pattern hamda design patternlar haqida bir og'iz mushohada qilsak. Har qanday front-end yoki back-end ma'lum bir patternlar asosida quriladi. Xususan back-end bo'yicha gaplashayotgan bo'lsak, biz bilamiz back-endni qurishda bir necha xil back-end language'larni ishlatishimiz mumkin. Misol uchun Java, Node.js, Python, PHP, Golang va hokazo. Lekin qaysi programming language'ni qo'llashimizdan qat'iy nazar, biz doim demak architectural hamda design patternlarga murojaat qilamiz. Demak, bu language'lar aro bir xil tushunchalar. Aynan shuning uchun siz mana shu architectural hamda design patternlarni yaxshi tushunib olsangiz, bir demak programming language'dan ikkinchi programming language'ga переключаться qilishingiz qiyin bo'lmaydi. Shuning uchun ham aytishadi, demak bitta backend language'ni yaxshi bilsangiz, boshqa sizdan talab etilgan backend language'larni o'rganishingiz juda ham tez amalga oshadi. Chunki ta'kidlaganimizdek, demak backend language'lar bir xil architectural hamda design patternlar tushunchasini o'zida mujassamlaydi. Xususan architectural pattern bo'yicha gaplashayotgan bo'lsak, eng mashhur architectural pattern bu MVC hisoblanadi. Hamda dependency injection degan architectural patternlar mavjud. Bu endi backend bo'yicha edi. Frontend bo'yicha gaplashayotgan bo'lsak, frontendda misol uchun MVP degan, ya'ni Model View Presenter degan architectural pattern mavjud. Design patternlarga misol tariqasida biz middleware'larni misol qilishimiz mumkin. Middleware demak design pattern yoki bo'lmasam keling mana shu yerga demak decoratorlarni ham yozamiz. Decorator design patternlar. Mana endi o'zi architectural pattern nima? Architectural pattern misol uchun backend bo'yicha gaplashayotgan bo'lsak, bizni backendimizning suyagi. Ya'ni backendimizdagi ma'lumotlar oqimini tartibga soladigan demak bir vosita hisoblanadi. Ya'ni arxitekturasi hisoblanadi. Design pattern esa butun bir backend tizimini tartibga soluvchi sifatida emas, vositachi sifatida emas, balkim ma'lum bir bo'laklarini strukturasini demak yechishda xizmat qiladigan patternlar hisoblanadi. Agar inson badani bilan aytayotgan bo'lsak, architectural pattern bu insonni butun demak badanini suyagi bo'lsa, design pattern aytaylik insonning faqat qo'lining demak suyagi. Ya'ni qo'li ma'lum bir demak vazifani bajaradigan insonning bir bo'limi hisoblanadi. Architectural pattern esa o'sha insonning o'zi hisoblanadi. Ya'ni o'sha insonning demak arxitekturasi. Endi inson misolida bu insonning suyagi hisoblanadi. Demak architectural pattern hamda design patternni siz shunday qilib o'zingizga osongina qabul qilib tushunib olishingiz mumkin ekan. Keling demak Google dan ma'lumotlarga izlanamiz. Demak bizga architectural hamda design patternlarni Google dan bir ko'rib tahlil qilsak, aytaylik architectural VC design patternlar deb yozamiz. Mana bu linkga borsak, hop LinkedInda berilgan ekan. Demak bu yerda yozilyapti architectural hamda design patternlar qanday farqlari va bir xilliklari bor. Mana architectural pattern juda ham keng miqyosda ishlatiladi design patternga nisbatan va keling mana bu yerga yuzlansak, architectural patternlarga misol ko'rsatgan bu yerda. Biz siz bilan aytgan MVC. MVC bu Model View Controller degani. MVP Model View Presenter degani. Va biz siz bilan yozgan dependency injectionimiz bular hammasi architectural demak pattern hisoblanar ekan. Shuni mayli to'liq qilib yozamiz. Demak, biz kursimiz davomida MVC hamda dependency injection hamda middleware va decoratorlardan faol foydalanamiz. Demak, bu yerda biz foydalanayotganlarimizni yozib chiqayotgan bo'lsak, MVC ning ma'nosi bu demak model view hamda demak controller ekan. Model view hamda controller.
Ana shunday demak o'zingizni xotirangizga mixlab qo'ying. Bu juda ham muhim bo'lgan architectural pattern hisoblanadi. Demak, asosan backendda ishlatiladi. MVC hamda dependency injection, aspect oriented programming asosan bu modullarni ishlatish tizimida ishlatiladi. Ya'ni Nest.js degan framework mavjud. Nest.js butunlay mana shu dependency injection ustiga qurilgan. Demak, bu yerda dizayn patternlarni qaratgan bo'lsak, bu yerda aytilgan mana dizayn patternlar turi bo'yicha 3 xil hisoblanadi. Biz ularni har bitta turlari bo'yicha ko'rib chiqishimiz shart emas, lekin mana bu linklarga borib siz linklardan o'rganishingiz mumkin qanday vazifani bajarishini. Misol uchun keling mana bu yerga kiramiz. Demak, bu yerda qaysi language bo'lishidan qat'iy nazar patternlar tushunchasi bir xil bo'ladi. Mana decorator misol uchun, decorator aynan structural design patternga misol bo'ladi. Xo'p, demak, design patternlar creational, structural hamda behavioral bo'limlarga bo'linadi. Xo'p, lekin demak, biz umumiy qilib o'zimizga tushunib olsak, o'sha narsani o'zi yetarli. Ya'ni architectural pattern bu butun bir bizni backend yoki frontendimizni demak qurib beradigan suyak hisoblanadi, arxitektura hisoblanadi. Design pattern esa ma'lum bir demak uchastkalarni masalasini hal qilib beradigan vositachi pattern hisoblanadi. Pattern so'zini o'zi esa bu naqsh degani, ya'ni shartli ravishda biz suyak, ya'ni struktura degan tushunchalarga yoyishimiz mumkin. Demak, bu bizni har qanday demak programming language'imizni ishlatishimizda qo'llanayotgan konsepsiyalar hisoblanar ekan, pattern konsepsiyalar, va biz bundan juda ham faol foydalanamiz. Aynan backendni qurayotganda men sizga aytaman, demak do'stlar, bu demak backend strukturamizni biz MVC, ya'ni Model View Controller architectural pattern asosida tashkillashtiramiz. Va hamma narsa demak MVC asnosida tashkillashtiriladi. Yoki bo'lmasam boshqa bir projektni boshlatgan paytimiz do'stlar, demak biz backendimizni ana endi dependency injection architectural pattern asosida quramiz deyiladi va hamma narsa demak modulga asoslanib tashkillashtiriladi. Yoki bo'lmasam mana shu backend language'larda ma'lum bir uchastkalar uchun demak ma'lum bir bo'limlarni masalasini hal qilib berayotgan patternlarni ishlatayotganda men doim aytib o'taman, bu yerda demak middleware design pattern ishlatyapmiz yoki bo'lmasam decorator patternlarni ishlatyapmiz deb sizga tushunchalar berib boriladi. Demak, bugungi darsimizning demak mavzusi shu yergacha. Xayrat qilamiz.